Eng kaprizli mijozlar Samarqandda har doimgidek. Kaprizli mijozdan hech qachon qo'rqmaslik kerak, chunki ular bizani o'sishimizga sabab bo'ladi. Qo'limda turgan tosh Eronning sadaf toshi. Mana shu obyektimizning fasadlarini klientning talabidan kelib chiqib, mijozimiz talablaridan kelib chiqib mana shu dizaynda qilib berganmiz. Ko'ringlar, o'zlaringiz bitta baho beringlar. Oq tosh juda nozik tosh, ozgina qoraygan, qizarganlardan qo'rqmaymiz. Sababi mana yomg'ir o'tib ham joylari ham ancha qizarib, qorayib qolgan. Bular qurigandan keyin xudo xolasa albatta yaxshi bo'lib ketadi. Buni qizarganining sababi tomi hali yopilmagan. Bildinglar, ancha yomg'ir yog'di, ancha yomg'ir sabab qizarib qolgan. Qo'rqmaymiz oq toshdan, akalar. Naturalniy toshlar bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lsa, videoga like bosib, bizni kuzatishda davom eting. Shunaqa xizmatlar bo'yicha pastda nomerlarni qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar.